Hozirgi shu texnikaga o'tirib qolgan, halovatini yo'qotib qo'ygan avlod mavzusi hozir juda ham dolzarb. Shunga e'tibor berilgan. Dengiz plajini bolalar unchalik maza qilishmaydi men kuzatishim bo'yicha. Dengizda ozgina cho'miladi, keyin borib qum o'ynab o'tiradi. Ekologiya jihatdan ko'pchilikda sog'liq bilan muammolar bor. Ya'ni allergiya deymizmi yoki teri kasalliklari. Bu sayohatimiz anchagina yechim bo'ladi. Birinchidan mana shu aytib o'tdingiz, umumiy plaj, umumiy basseynlar degan oilaviy deb nomlanadi. Ayollar alohida, erkaklarniki alohida va yana umumiy odatiy o'ylanadigan plaj yoki basseynni o'ylanish kerak emas. Bu sohada 5 yillik tajribaga egamiz. Halol mehmonxonalarga sayohat paketlarimizni yo'lga qo'ymoqchimiz. Va Saudiyaning maxsus tibbiy sug'urta tizimi ham mavjud. Mehmonlarimizga tibbiy nazoratdan tashqari mana shu tibbiy sug'urta ham bor umri uchun. Bu paketlarda nima bor? Nima taklif qila olamiz? Paketimiz 18 yoshdan 70 yoshgacha sayohatchilarni o'z ichiga olgani sababli aynan takoful sug'urta xizmatlaridan foydalanyapmiz. Guruhlardan ko'ra individual tarzda borishni afzal ko'radigan kishilar uchun nima takliflarimiz bor? Shu haqida gapirib bersangiz. Individual umra safarida siz o'zingiz xohlagan mehmonxona, o'zingiz xohlagan transport turi va o'zingiz xohlagan muddatdagi sayohatlarni tashkillashtirib beramiz. Nafas yo'li bilan bog'liq bo'lgan odamlar uchun nihoyatda ideal havo. Borishdan oldin agar sizning dietologingiz yoki shifokoringiz bo'lsa, borishdan oldin bitta maslahatlashib oling. Ular bilishadi u yerda nima taomlar bo'lishini. Sizga ideal dietani qilib berishligi mumkin. Safar Travel sizni sayohatingizni mukammal amalga oshirish uchun sizni talabingiz, ehtiyojingiz, fikrlaringizni doimiy inobatga oladi. Assalomu alaykum Husnibonu. Tomoshabinlarga sizni tanishtirsam, Husnibonu bizning shu turizm yo'nalishi bo'yicha menejerlarimizdan, rahbarlarimizdan bo'ladilar va bu yo'nalish yangi bo'lganligi uchun o'zlarini shu studiyaga taklif qilib, bevosita shu savollarimizni berish orqali, savol-javob orqali sizlarga imkon qadar to'laqonli, batafsil ma'lumot berish umididamiz. Xo'p, Husnibonu, mana may oyidan boshlab mana shu yangi biz kompaniyamiz uchun, Safar Travel uchun yangi bo'lgan yo'nalish, ya'ni turizm yo'nalishini tashkil qilgandik. Shu birinchilari bu Istanbulda ekskursion turlar edi. Va shu haqida biz biroz shu qisqacha yoki holat istasangiz batafsil gapirib bersangiz va keyingi savollarimni ham beraman. Xo'p, assalomu alaykum. Ismim Husnibonu, Safar Travel turizm individual xizmatlar bo'yicha sotuv menejeriman. Bu sohada 5 yillik tajribaga egamiz. Bu narsani tajriba asosida aytib o'ta olaman. Safar Travelga o'sha ishga kelganimdan buyon o'zini qadriyatlari, umuman olganda xizmat ko'rsatish bo'yicha bozorda eng oldi kompaniyalardan biri hisoblanadi va shu g'oyalarni ilg'or surgan holatda biz umrani emas, aynan boshqa davlatlarga paketlarni yo'lga qo'yganmiz. Bulardan birinchisi Istanbul sayohat paketimiz hisoblanadi. Bu sayohat paketimizni tuzishimizdan asosiy maqsad xuddi umradagidek qadriyatlar, ya'ni hamrohlik asosida ishonch, g'amxo'rlik asosida paketlarni tashkillashtirganmiz. Bu sayohatimizda 7-8 kundan iborat bo'ladi. Sayohat davomida Toshkentdan siz bilan guruh bilan, ya'ni birga uchadigan hamroh bo'luvchi gidimiz Istanbulga yetib borilganda alohida yana o'zbek tilida litsenziyaga ega bo'lgan gidimiz kutib olib, o'sha safar davomida doimiy hamroh bo'lib, ularga o'sha Istanbulning to'laligicha madaniyati, tarixi, to'la-to'kis go'zalligini tanishtirib o'tadilar. Sayohatimizni aynan o'sha 18 yoshdan 80 yoshgacha deb olganmiz, lekin hozir o'zimiz ham amin bo'lib turibmiz. Paket ichida hattoki 2 yoshgacha bo'lgan chaqaloqlar ham, 14-15 yoshdagi o'sha o'smirlar ham borishyapti. Bunga talab o'sha tarixga bo'lgan qiziqish, umuman xavfsiz sayohatni deb aytsak ham bo'ladi. Sababi sayohatga chiqish yuqoridan qaraganda yoki umuman sayohatga chiqib ko'rmagan inson sifatida qaralganida biroz osonroq kutiladi, lekin ko'plab sayohatga chiqqan insonlarda sayohat jarayonidagi muammolar, til muammosi bo'ladimi, ovqatlanish, madaniyati kabi har xil muammolarga duch kelinadi. Bu shu narsani anglatadiki,
bozorimizda bu narsaga ehtiyoj bor. Ya'ni o'sha g'amxo'rlik asosida, qadriyatlar asosida paket tuzishimizga sabab bo'ldi. Keyin endilikda Xudo xolasa xuddi shu qadriyatlarni yo'lga qo'ygan holatda Antaliyaga, ya'ni halol mehmonxonalarga sayohat paketlarimizni yo'lga qo'ymoqchimiz. Bu paketimizda nafaqat Antaliyani o'zi, balki Istanbulga borish orzusida bo'lgan sayohatchilarimizga ham qulay taklif bo'ladi. Sababi o'sha 3 kecha Istanbul, 5 kecha Antaliya, ya'ni ham shahar, ham dengiz bo'yidagi sayohatni o'z ichiga oladi. Bu sayohatimizni aynan yosh chegarasi qo'yilmagan, ya'ni yosh chegarasiga aloqasi ham yo'q. Sababi Istanbul faqatgina bir aytib o'tiladigan shahar emas, ikkita qit'a, ko'plab davlatlarning asosiy poytaxtlari bo'lgan, umuman olganda tarix va madaniyatni birlashtirgan shahar hisoblanadi. Antaliyaga keladigan bo'lsak, Xudo xolasa oldimizda yozgi ta'til kelyapti. Ya'ni bu degani bolalarni o'sha dam olishi, ta'tilga chiqishi bilan bog'liq. Hozirgi jamiyatga keladigan bo'lsak, o'sha ko'pchilik bolalarda, o'smirlarda o'sha telefonga ijtimoiy bog'lanib qolish holatlari kuzatilyapti. Bu holatlarda ko'plab ota-onalardan bizga tushadigan murojaatlar farzandlarimni shu texnikalardan chalg'itish yoki deylik o'sha o'smir farzandlari o'qishga abituriyent bo'lsalar yoki o'qishga tayyorlanayotgan farzandlari bo'lsa, ularni biroz muddat bo'lsa ham chalg'itib o'sha dengiz bo'yiga, toza havoga aylantirishga olib borish istaklari ko'p kuzatilyapti. Undan tashqari hozir ekologiya jihatdan ko'pchilikda sog'liq bilan muammolar bor. Ya'ni allergiya deymizmi yoki teri kasalliklari kabi muammolarda ham bu sayohatimiz anchagina yechim bo'ladi. Sababi dengiz havosi hamma bilganidek o'sha ham yod moddasiga to'la. Undan tashqari o'sha havo almashtirish ko'pchilikda bu ijobiy sog'liqdagi o'zgarishlarga olib keladi. Shu sababdan hozirda biz o'sha ham ekskursionniy, ham o'sha plyaj bo'yida hordiq chiqiladigan paketlar ustida ishlayapmiz. Bu nafaqat Antaliya, balki boshqa davlatlar, shu jumladan Trabzon, ya'ni o'sha Turkiyaning eng tog'li ko'rkam joylari, shu jumladan o'sha Batumining Qora dengiz atroflarini ham paketi bo'yicha ishlar olib borilyapti. Va yana kelajakdagi ishlab chiqilayotgan paketlardan bu Osiyo davlatlari, ya'ni Indoneziya deymizmi, Malayziya deymizmi, tropika davlatlarga qo'yish rejasidamiz. Sababi u yerni havosi biznikidan ancha tubdan farq qiladi. Ya'ni iqlimi deymizmi, ob-havosi, umuman dengiz sohil bo'ylari ancha farq qiladi. Xo'p, paket haqida biroz ma'lumot berib o'tib ketmoqchiman. Antaliya paketimiz bo'yicha bu paketimizda albatta halol konsepsiyasiga to'xtaladigan bo'lsak, bu dunyo bo'ylab umuman barcha musulmonlar, balki musulmon bo'lmagan davlatlar tomonidan ham eng ko'p e'tirof etiladigan, ya'ni talabgor mehmonxonalar tizimiga kiradi. Ya'ni ko'pchilik o'sha oilasi bilan, ya'ni farzandlari bilan, ota-onasi bilan hijolat bo'lmasdan xotirjam sayohat qilish maqsadida aynan halol konsepsiyali yoki halol davlatlarga murojaat qilishadi. Sababi deylik sayohat davomida yurganda, misol plyaj bo'yida bo'lsin, basseyn atrofida bo'lsin, o'sha noto'g'ri yoki qanaqadir noqulay vaziyatga tushib qolmasligi uchun va shu jumladan halol taomlanish munosabati bilan ham o'sha halol mehmonxonalarni ko'proq tanlashadi. Endi mehmonxonani o'zini ichki tartib qoidasiga keladigan bo'lsak, mehmonxona deylik umumiy mehmonxonalar tizimidan olinadigan bo'lsak, tizim jihatdan, servis jihatdan juda ham yaxshi. Har yili deyarli o'sha Antaliyadagi halol mehmonxonalar renovatsiya qilinadi. Ya'ni bu ya'ni ta'mirdan chiqariladi. Bu nima uchun? Ba'zi bir insonlarda o'sha bo'lishi mumkin, ta'mirlanmagan, ya'ni har xil misol mog'or deylik yoki eski ta'mirdan qoladigan har xil zax hidlari bezovta qiladi, lekin halol mehmonxonalar, ya'ni narxidan tashqari shu servisi jihatida shu tozalikni ham aytib o'tishimiz kerak. Ya'ni xona tozalash jihatidan
xona tozalashdan tashqari mana shu omillarni ham sanab o'tsak bo'ladi. Xo'p, mehmonxona hududiga keladigan bo'lsak, nafaqat basseynlari, sauna yoki plyajlardagina ajralish emas, balki mehmonxona hududida ham ancha e'tibor beradigan jihatlar bor. Bu o'sha детский klub ruschasiga aytiladi, bolalar maydonchasi alohida va bolalar o'tiradigan, oilaviy o'tiradigan maxsus zonalar borligi deymizmi, yoki o'sha oilaviy dam olish uchun sohil bo'yida alohida ajratilgan maxsus joylari bor. Bu xotirjam dam olishni ta'minlaydi. Undan tashqari, mehmonxona hududida yurilganda, deylik, bitta mehmonxonani misol tariqasida aytib o'tib ketaman. Bu Home Deluxe o'zini infrastrukturasi bilan ajralib turadi boshqa mehmonxonalardan. Sababi, mehmonxonaga kirganingizda boshi bilan oxirini birdaniga ko'rib bo'lmaydi. Ya'ni mehmonxonasi o'rmondek, xuddi o'sha ketma-ketlikda zinalar orqali pastga tushiriladi plyajga. Shu sababdan u hududdan bu hududgacha, ya'ni bitta qaraganda kuzatganda ko'rib bo'lmaydi hududini. Yana qulayliklari o'sha asosiy, bu juda ham o'zi asosiy. Ya'ni ko'pincha bizada ayollarimiz sayohatga chiqayotganida mana shu to'sqinliklar, ya'ni plyajning umumiyligi, basseynning umumiyligi yoki o'sha ovqatlari jihatdan qiynalishadi. Ya'ni o'zlarini tablariga mos taom topa olmaslik yoki bo'lmasa o'sha bolalarimiz asosiy yaxshi ko'radigan fast foodlar masalasida ham bor. Bu o'sha kolbasa deymizmi, sosiska deymizmi, o'sha tanovul qilinayotganida bolalarimiz kartoshka, qovurilgan kartoshka, hammasi bor. O'sha gamburger deymizmi, bu narsada ikkilanish ko'pincha ota-onalarda kelib chiqadi. Bu jihatlarida ham e'tibor berishimiz kerak. Sog'lom va o'sha bolalar menyusi ham alohida kiritilgan bu mehmonxonada. Endi ayollarimiz uchun nima qulaylik? Ayollar uchun alohida turk hammomlari, spa, basseynlar, alohida plyajga kirib chiqish uchun yo'laklar mavjud. Ya'ni bu alohida to'siqlar bilan chegaralab qo'yilgan. Bu nimani imkoniyatini beradi? Misol uchun, siz oilangiz, ya'ni ota-onangiz yoki ahli farzandlaringiz bilan borayotganingizda ular bilan xohlasangiz umumiy basseynda, xohlasangiz alohida basseynda yoki bo'lmasa ochiq plyajda ham cho'milish imkoniyatini beradi. Umuman olganda bu katta mavzu, lekin shuni aytib o'tishim kerakki, aynan o'zi uchun, oilasi uchun eng yaxshisini ravo ko'rgan, ya'ni qadriyat bilan sayohat qilishni xohlagan mijozlar uchun avvalo biza doimiy mana shu halol konsepsiya yoki halol xizmatlarni tashkil qiluvchi mehmonxona va sayohatlarni taklif etamiz. Sababi, baribir o'zbekchilik, ya'ni bizda alohida madaniyatlar bor. O'sha madaniyatimiz orqali sayohatni amalga oshirish ham xavfsiz, o'sha ovqatlari bo'yicha ham yaqin, umuman olganda qulay bo'ladi. Xo'p, men bu yerda qo'shimchalar qilsam, ya'ni ozgina tafsilotlar qo'shilsa, foydadan xoli emas menimcha. Birinchidan mana shu siz aytib o'tdingiz, umumiy plyaj, umumiy basseynlar degan oilaviy deb nomlanadi. Unda misol uchun ayollar alohida, erkaklarniki alohida va yana umumiy. Mana shu umumiy joyda ham modest anaqa kiyinish kerak deydi, ya'ni kamtarinlik bilan. Ya'ni judayam bir ochiq-sochiqlik emas bu yerda. Umumiy deganda bir shu biz odatiy o'ylanadigan plyaj yoki basseynni o'ylanish kerak emas. Shu narsalarga ham e'tibor beriladi va u yerda undan tashqari madaniy hordiq chiqarish dasturlari ham bor. Mashhur qandaydir bir aktyorlar, qo'shiqchilar ham olib kelinadi. Milliy shu turklarning milliy raqslarini ko'rsatadigan bir shu madaniy bir qanaqadir bir hordiq chiqarish programmalari, dasturlari ham taklif qilinadi. Animatsiyalar, ya'ni aktiv dam olish, faol dam olish mashqlari, o'yinlar kattalar uchun bo'lsin, yoshlar uchun ham bor. Bundan tashqari bolalarning mavzusi alohida mavzu, shu yerda ozgina to'xtalish kerak. Haqiqatdan ham hozirgi shu texnikaga o'tirib qolgan bir behalovat avlod deyiladi. Halovatini yo'qotib qo'ygan avlod mavzusi hozir juda ham dolzarb. Shunga e'tibor berilgan. Birinchidan bu akvapark bo'lsin. Dengiz plyajini bolalar unchalik maza qilishmaydi men kuzatishim bo'yicha. Dengizda ozgina cho'miladi, keyin borib qum o'ynab o'tiradi. Yo'q, ular uchun yana alohida dengizdan uzoq bo'lmagan akvaparklar bor. Mana shu akvaparkdan bolalar hamma o'zbekcha aytganda bitta to'kiladigan joy.
Undan tashqari o'yin hududlari ham bor. Kompyuter o'yiniga o'xshagan bir shunaqa o'yinlari bor. Agar juda ham bir shunaqa bir o'yin xohlaydigan Zerikarli stol bo'lsa. futbollari, basketbol, bowling va shunaqa o'yingohlari ham bor. Undan tashqari Vom Deluxe'da siz aytgan Vom Deluxe'da bor bo'lgan narsa kichik bolalar uchun rivojlanish to'garaklari ham bor. Maxsus joy bor. U yerda har xil rasm chizishmi, qandaydir bir aktivnost deydi, faolliklar taklif qilinadi. Bolalaringiz umuman zerikmaydi. Bu aniq. Va bolalarni ham maxsus shunaqa bir topshirib qoldiradigan joylar bor. Unga e'tibor beriladi, qaraladi. Va undan tashqari mana Aden mehmonxonasida ko'rilgan bir ajoyib narsa. Adenda Flora degan bir shunaqa hudud bor. O'zi katta bir mehmonxona kompleksi bo'ladigan bo'lsa, undan tashqari yana alohida kottejlarga o'xshagan kichik mehmonxonachalar bor hududini o'zida. Va undan tashqari shu flora, ya'ni turli xil o'simliklar, botanik bog'iga o'xshagan o'simliklar bo'lgan joy bor va bir hududini bolalar uchun ajratilgan, bolalarni ekin ekishga o'rgatadigan. Albatta. Bu sabzavot yoki daraxt, mana shunaqa ekib bolalar o'tirib va mehmonxona bu amaliyotni eksperiment tarzda boshlashganida qanchalik bu mehmonlarga qiziq bo'lishi mumkinligini sinab ko'rish uchun aytishyapti. Nihoyatda bir xursand bo'lgan ota-onalar ham, bolalar uchun ham bu tajriba o'ta noodatiy bo'lgan va ularga tushuntirib berilgan, qanday amalga oshiriladi va hokazo. Demak, har taraflama farzandlar uchun mana shu bir to'laqonli dam olishmi, rivojlanish uchun imkoniyat. Va endi yosh kattalar haqida gapiradigan bo'lsak, siz aytingiz, allergiya va boshqa kasalliklar, nafas yo'li bilan bog'liq bo'lgan kasalliklar, ya'ni muammolar bo'ladigan odamlar uchun nihoyatda ideal havo. Vom Deluxe bo'lsin, Aden va boshqa joylarda nafaqat dengiz havosi, bir tarafdan dengiz bo'lsa, boshqa tarafdan o'rmon. Bu o'rmon shunaqangi o'rmonki, ruscha aytganda xvoyniy, ya'ni archaga o'xshagan sasna, uzun daraxtlar, ular o'zidan moy chiqaradi. Nihoyatda bir ajib hidli moy, shunaqa nafas olish, maxsus tibbiy nafas olish xonasiga kirib qolgandek bo'lasiz. Odam nafas olib to'ymaydi. Nafas olib va mehmonxonada ham mana faolliklar, basseyn dedik, dengiz dedik, massaj bor, spa, turk hammomlari va hokazo. Bulardan tashqari shunaqangi o'tiradigan joylarini har xil qilib qo'ygan. Bir mehmonxona kompleksida bo'lsa, bir kun bu ayvonda o'tirasiz, boshqa kun bu bungalovda dengizda, boshqa kun shu o'tirib ham odam dam oladi. Ya'ni o'shunda stol atrofida shu yaqinlaringiz bilan o'tirib gaplashib o'tirganingizda choy olib kelib berishadi. Turk choyini bir shu shirinliklar bilan olib kelib berishadi. Xohlasangiz o'zingiz olib qo'yishingiz mumkin va hokazo. Va ovqatlar haqida ham to'xtalish kerak. Taom o'ta sog'lom taom. Men u yerda qarab chiqqanimda xamir ovqat, pishiriq ovqatlar bor-ku, bizni sog'lig'imizga zararli deb ko'rinadigan, lekin nihoyatda yengil qilib qilingan. Mazali, yengil qilingan. O'zini turk milliy shu paxlava, shu rohat luqum, ulardan tashqari. Va men tavsiya qilardim biz tomoshabinlarimizga, mijozlarimizga borishdan oldin, agar sizning dietologingiz yoki shu tibbiy bir yordam ko'rsatuvchi bir vrach, shifokoringiz bo'lsa, borishdan oldin bitta maslahatlashib oling. Ya'ni ular bilishadi u yerda nima taomlar bo'lishini, nima taomlar taklif qilishini, sizga ideal dietani qilib berishligi mumkin va shu shved stola deyiladi, bufe deyiladi. Shu joyda turli xil tanlovingizga o'zingiz topishingiz mumkin yoki bilmadim, bu menimcha odamni sog'lig'ini, salomatligini yaxshilab olish uchun eng zo'r imkoniyat. Sanatoriy desa ham bo'ladi. Faqat hech kim tepangizda hech qanaqangi bir tibbiy xodim turmaydi. Tibbiy muolajalar yo'qdek. Mana havosini o'zi, taomini o'zi, faollikni o'zi, atrof muhitni kuzatishni o'zi qandaydir bir shifo bir baxshida etadigan bir muhit. Buni men o'zim ko'rdim. Turli mehmonxonalarda bo'ldim. O'zim shu narsani guvohi bo'ldim. Mana shu tibbiy masalasida biroz to'xtalsak, umrada mana
bizda tibbiy xodimlar kuzatib boradi va Saudiyaning maxsus tibbiy sug'urta tizimi ham mavjud. Ham biz mehmonlarimizga tibbiy ko'rik emas, nazoratdan tashqari mana shu tibbiy sug'urta ham bor umri uchun. Bu paketlarda nima bor? Nima taklif qila olamiz? Xo'p, hozirdagi Istanbul sayohat paketlarimizda sug'urta masalasida alohida to'xtalganmiz. Sababi o'sha paketimiz 18 yoshdan 70 yoshgacha sayohatchilarni o'z ichiga olgani sababli aynan takoful sug'urta xizmatlaridan foydalanyapmiz. Ya'ni sug'urta juda ham o'zi aslida ko'rinarsiz sayohat davomida, lekin eng kerakli jihatlardan biri hisoblanadi. Ya'ni o'zimizda ham juda ko'p takrorlanadi. Ya'ni yosh kattalarimiz bilmasdan muzdek suv ichib qo'yishlari mumkin yoki bo'lmasa o'sha tarkibida biror bir mahsulot qo'shilgan taomlarni iste'mol qilishgan jarayonida o'sha qon bosimlari oshib ketishi yoki salbiy ta'sirlari bo'lishi mumkin. Shu holatlarni ham ko'zda kechirgan holatda biz o'sha takoful sug'urta xizmatidan foydalanyapmiz. Ya'ni bu o'sha sayohat jarayonida misol uchun qandaydir baxtsiz hodisa bo'ladimi yoki qon bosimi oshadimi yoki biroz havo alishtirgani uchun ko'pchilikda har xil ta'sirlar bo'ladi. Ya'ni isma chiqishi kabi yoki shamollash, yengil shamollash kabi holatlar kuzatiladigan bo'lsa, o'sha aynan sug'urta kompaniyamiz tomonidan vakilimiz kelib darhol o'sha biriktirilgan shifoxonaga olib borib, o'sha barcha muolajalarni qilib, yana mehmonxonaga eltib qo'yadilar. Bu boshqa sug'urta kompaniyalaridan anchagina farq qiladi. Buni sayohat qilib yurganlar ham bilishadi, chunki bu ya'ni sug'urta kompaniyalariga nisbatan salbiy munosabatda emasmiz, lekin ularni bizaga nima deydi, taqdim etadigan xizmatlar jihatdan biz aynan shu takoful sug'urtasida to'xtaldik. Xizmat ko'rsatish jarayonida deymizmi yoki umuman olganda o'sha 24 ga 7 aloqada bo'lishdi. Bizda shu ba'zi bir holatlar yuzasidan ham aloqaga chiqdik. Bu narsani biz nafaqat Saudiyada, balki boshqa turlarimizda ham shu sug'urta xizmatiga alohida urg'u berib o'tamiz. Hop, Husnibonu, mana shu tibbiy sug'urta haqida yana biroz to'xtaladigan bo'lsak, bu shunaqa noto'g'ri tushuncha bo'lishi kerak emaski, bu doimo odamlar qandaydir bir sog'lig'i bilan muammo bo'ladi degani emas. Bu favqulodda bir bo'lib qolishi mumkin bo'lgan bir holat. Xoh bu umra haqida gapiramizmi, turizm haqida gapiramizmi, lekin bu bizga beradigan asosiy narsa xotirjamlik. Ya'ni kishilarimiz o'z salomatligidan xavotir oladi. Odam o'z vatanida bo'lganda muammo kamroq, chunki yon atrofingizda yaqinlaringiz bor, bilgan shifokorlaringiz bor, tilini bilasiz, ya'ni bexavotirroq. Yoki kimlardir yuborayotgan o'z yaqinlarini, ota-onalarini yuborayotgan farzandlar uchun ham biroz xavotirli bo'ladiki, bir xorijga chiqarib yuboryapman, sog'liqlari bilan muammo bo'lib qolsa kim qaraydi degan bir tashvish. Bu juda ham tabiiy. Bu narsani to'g'ri tushunish kerak. Shuning uchun mana shu umra yo'nalishimizda ham va mana shu turizm yo'nalishimizda ham tibbiy jihatga nihoyatda katta e'tibor beryapmiz va har bir mijozning, har bir kishining salomatligi biz uchun nihoyatda muhim. Qanchalik ehtimoli past bo'lmasin, yuqori risk bo'lganligi uchun biz bu narsaga bee'tibor bo'lishga haqqimiz yo'q. Shuning uchun biz bu narsaga jiddiy qaraymiz va jiddiy qarashni davom etamiz. Xo'p, Husnibonu, mana yana bir sizga savolim bor edi. Turizm masalasida hozir biz turlar haqida gapirdik. Esingizda bo'lsa, endi esingizda albatta, o'zingiz shu bo'limdasiz. Umra sohasida umra turlaridan tashqari individual umra paketlarini ham taklif qilamiz. FIT deyiladi ko'pincha. Shunaqa bir so'z bor, istiloh bor. Ya'ni individual yondashuv orqali turlarni shakllantirish, kichik guruhlar uchun yoki bir oila uchun yoki bir individual kishilar uchun alohida turistik bir yo'nalish, umra yo'nalish qilish. Xuddi shu narsa, xuddi shunday yondashuvni biz turizm yo'nalishida ham taklif qilishni boshlayapmiz. Bu turli odamlarga qiziq bo'lishi mumkin. Xoh u kishilar tajribali sayohatchi bo'lsin, xoh u ya'ni
tajribalari kamroq bo'lgan kishilar yoki birinchi marta jahonga chiqayotgan odamlar bo'lishi mumkin. Turistik guruhlardan ko'ra individual tarzda borishni afzal ko'radigan kishilar uchun nima takliflarimiz bor? Shu haqida gapirib bersangiz. Albatta, o'tgan mavsumda, ya'ni 2025-2026 mavsum yillarida biz asosan individual xizmatlar bilan ham faoliyat yuritdik. Ya'ni individual deganda ko'pchilik asosan kamroq insonlar bilan sayohatni yoki qandaydir ekspress yoki qandaydir alohida xizmatlarni tushunishadi. Lekin bu sayohat aynan ma'lum bir insonlarga emas, barcha uchun ham nima desam ekan, o'rinli. Nimaga deganda, o'tgan mavsumda biz asosan kimlarga xizmat ko'rsatdik? Birinchi marotaba umra ziyoratiga borayotgan insonlar. Ya'ni ularda tushuncha ham yoki ular uchun individual o'sha yondashadigan ziyoratlarni to'la-to'kis amalga oshirish uchun yordamchi bo'lgan ellikboshlar deymizmi yoki guruh rahbarlari qo'yib, o'sha aynan xizmatlarni tashkillashtirdik. Va shu jumladan oilaviy sayohat, ya'ni farzandlari bilan sayohat qilishni istagan insonlar yoki nafaqat umra, balki boshqa bir davlatlardan keyin umraga borish yoki umradan keyin boshqa bir davlatga sayohat qilishni istovchi insonlarga ham aynan individual xizmatlarni tashkillashtirib berdik. Shu jumladan yoshi kattalar yoki davlat ishida yoki umuman olganda ko'proq vaqti bo'lmagan, sayohatga vaqti ozroq bo'lgan insonlarga ham xizmat ko'rsatildi. Individual bo'limimizda asosan barcha xizmatlar o'zi umuman Safar Travel'da hamma mijozga nisbatan alohida yondashilinadi. Juda ham e'tiborli, juda ham mas'uliyatli va nima desam ekan, sog'lom munosabat asosida yondashuv bo'ladi. Individual xizmatlarimizda ham xuddi shunday. Ya'ni o'sha safarni boshidan to oxirigacha masofaviy va o'sha Saudiyada deymizmi yoki boshqa shaharlarda doimiy yo'lboshchimiz yoki o'sha guruh rahbarimiz bilan aloqada bo'lib, biz doimiy nazorat qilib turamiz. Individual xizmat kimlar uchun? Aynan o'zi oilaviy yoki yolg'iz sayohat qilishni xohlayotgan yoki ota-onalarini bir necha marotaba umraga yuborgan deymizmi, o'sha alohida ular uchun yondashuv xizmatini xohlagan insonlar uchun ham taklif etiladi. Umuman olganda bu o'sha aytganimdek barcha uchun mos bo'lgan sayohat hisoblanadi. Yana nimalarni qo'shib aytishim mumkin? Individual umra safarida siz o'zingiz xohlagan mehmonxona, o'zingiz xohlagan transport turi va o'zingiz xohlagan muddatdagi sayohatlarni tashkillashtirib beramiz. Deylik, sizga guruh paketlari mos tushmasligi mumkin yoki guruh xizmatlari siz o'sha oldindan tashkillashtirilgan sayohat dasturida bo'lmasligi mumkin. Bu jarayonda biz o'sha individual xizmatlarni taklif qilamiz. Shu jumladan individual xizmatlarimizda bizda alohida o'sha transport deymizmi, ovqatlanish va alohida ekskursion xizmatlar ham qo'shilgan. Bu umra ziyoratidan tashqari o'sha umra ziyorati ishiga kiradigan ziyorat joylari barchasini o'sha to'laqonli o'zlari mustaqil o'rganib chiqishlari uchun ham yordam beradi. Shu jumladan asosan umraga boruvchi insonlarga tavsiya etadigan xizmatlarimizdan asosiysi, deylik, ota-onangiz guruh bilan yura olmaydilar yoki o'zingizda guruh bilan yurish uchun kuch-quvvat yo'q yoki bu narsaga ehtiyoj yo'q. Shunaqa xizmatlarda ham asosan individual xizmatlarni tashkillashtirib beramiz. Bu borada bizda Saudiyada ham yetarlicha ishchi guruhlarimiz, guruh rahbarlarimiz mavjud, ya'ni doimiy nazoratda bo'lib hamrohlik qilishadi. Husnibonu, turizm bo'yicha, ya'ni Turkiyaga borayotgan yo'nalishimiz bo'yicha halol mehmonxonalar, halol konsept bo'yicha ishlaydigan yo'nalish bo'yicha individual klientlarimizga, mijozlarimizga nimalarni taklif qilamiz? Xo'p, biz doimo individual mijozlarga ochiqmiz. Ya'ni agar siz oilaviy alohida guruhdan tashqari sayohat qilmoqchi bo'lsangiz, bunda bizda alohida individual xizmatlar ham mavjud. Shu jumladan biz hamkor kompaniyalarga ham hamkorlik asosida xizmat ko'rsatishga tayyormiz. Ya'ni halol mehmonxonalar bo'yicha. Bu borada qo'shimcha qilib
aytib o'tishim kerak. Agar xuddi o'sha umradagidek alohida xizmatlar kerak bo'lsa yoki alohida o'zingiz istagan vaqtda sayohat qilmoqchi bo'lsangiz, individual o'sha halol mehmonxonalar sayohati yoki individual umra sayohatlari sizga asqotadi. Bu yerda o'zimdan qo'shimcha qilaman. Ya'ni halol konseptida ishlaydigan mehmonxonalar bilan qiziquvchi individual boradigan guruhlar yoki oila a'zolari bo'ladigan bo'lsa, ular ya'ni tur emas, tur bo'lmagan alohida tur guruhlar tashkil qilinadi. Tur bo'lmagan, lekin individual bir qandaydir produktni hosil qilish uchun bizning mijozlarimiz sotuv bo'limimizga kelib murojaat qilishsa, birgalikda o'tirib turli xil ehtiyojlarga, xohishlarga va byudjetga moslagan holda eng optimal taklifni shakllantirishga biz yordam beramiz. Albatta bu narsani xususiy ravishda, ya'ni alohida qilish mumkin. Hech qaysi bir tur operator yoki tur agentga murojaat qilmasdan turib, har bir kishida shunaqa imkoniyat bor, hozir shunaqa saytlar bor. Lekin bunda biz nima imtiyoz beramiz? Biz qanday afzalliklari nima? Shu qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, birinchidan bizda ma'lumotlar ko'p. Biz o'z ko'zimiz bilan ko'rgan va o'zimiz bevosita aloqa o'rnatgan hamkor mehmonxonalar va shu turizm kompaniyalar, transfer kompaniyalari bilan o'rnatgan xizmatlar, ya'ni servislar mavjud va shu bilan birga biz doimiy aloqada bo'lib, u yoki bu masala bo'lganda 7 kun 24 soat aloqada bo'lib yordam berishni zimmamizga ola olamiz va undan tashqari siz bevosita o'zingiz mustaqil ravishda topgan narxingizdan ancha optimalroq narxni ham taklif qila olamiz. Bu nima asosida, qayerdan olyapmiz bu narsa? Biz mana shu mehmonxonalar orqali va shu transfer kompaniyalar bilan turli xil kelishuvlardamiz. Bizga bir maxsus narxlarni berishgan va doimo biz muzokaradamiz. Mana shu maxsus narxlarga ega bo'lish orqali biz ya'ni ko'taradigan, cho'ntagimiz, byudjetimiz ko'taradigan taklifni hosil qilish ustida ishlaymiz. Shuning uchun siz hech narsa yo'qotmaysiz. Agarki sotuv bo'limiga biz shu mijozlarimizga aytyapmizki, sotuv bo'limimizga kelib, shu sotuv menejerlarimiz bilan konsultatsiya olib, maslahat olib ketishingiz mumkin. Agar deylik bir qandaydir bizdan taklif ola olmasangiz, taklif qabul qilmasangiz, kamida bilim bilan chiqib ketasiz, kamida bir foydali ma'lumot bilan chiqib ketasiz. Mana shu foydali ma'lumot sizning keyinchalik sayohatlaringizni rejalashga va to'g'ri rejalashga imkoniyat beradi. Biz nafaqat qandaydir bir sotuvchi emas, sotuv bo'limi emas, biz shu maslahatchi, konsultatsiya beruvchi deb bilamiz o'zimizni. Va yana bir bu yerda muhim missiya bor. Qanchalik balandparvoz gap bo'lib ko'rinmasin, lekin buni o'ziga xos qandaydir bir maqsadi bor. Ya'ni biz xalqimizni, odamlarimizni imkon qadar mana shu sohada ma'lumotli qilish missiyasi. Qancha ko'p bizning odamlarimiz, mijozlarimiz, aholi ommaviy tarzda bu sohani tushunib yetsa, bu sohadagi turli xil tafsilotlarni, turli xil risklarni, imkoniyatlarni farqlay oladigan bo'lsa, biz shunchalik xursand bo'lamiz. Ya'ni odamlar bu masalada ma'lumotlari, ya'ni savodlari, savod turizm, sayohat savodxonligi degan narsani ham aytish mumkin. Shu oshib borsa, biz shu maqsadimizga erishgan bo'lamiz. Bu ham bizning qandaydir bir ijtimoiy missiyamiz deydigan bo'lsak, va boshqa tarafdan bizning auditoriyamiz mana shu Safar Travelning hamjamiyatiga kirgan, hamjamiyatida bo'lgan bizning mijozlarimiz, xoh potensial mijoz bo'lsin, xoh sotib olgan yoki shunchalik kuzatib kelayotgan bo'lsin, hammaligini biz Safar Travelning hamjamiyat a'zolari deb bilamiz va ular qanchalik bilimga, ma'lumotga boyinishgan, to'ldirishgan bo'lsa, biz ham shunchalik muvaffaqiyatli bo'lamiz. Buni siri shu oddiy shu.
O'ylaymanki, mana shu nuqtada bugungi mana shu podkast seriyamizni bir necha yozib oldik. Ne'matullo bilan Umra haqida, yana Husnibonu bilan turizm haqida va shu jumladan Umradagi individual bir dastur haqida gaplashdik. Va mana shu ko'rsatuvlarimizni davom etamiz. Muntazam ravishda barcha savollaringizni yuborishingizni sizdan so'raymiz va mana shu savollar, takliflarga binoan biz o'z fikrlarimiz bilan, rejalarimiz bilan, amaliy ishlarimiz, tadbirlar bilan sizlar bilan azizlar bo'lishamiz. Rahmat. Husnibonu, man xayrlashdim-ku, lekin sizda ham qandaydir bir yana bir murojaat bo'lishi mumkin. Nima taklif qilasiz, nima fikr bildirasiz? Safar Travel sizni sayohatingizni mukammal amalga oshirish uchun sizni talabingiz, ehtiyojingiz, fikrlaringizni doimiy inobatga oladi. Agar sizda ham turizm sayohati bo'ladimi, individual sayohatlar bo'yicha qiziqishlar yoki sayohat qilmoqchi bo'lsangiz, bizaga murojaat qilishingiz yoki ofisimizga tashrif buyurib, bepul konsultatsiya olish imkoniyatiga egasiz.